Assalomu alaykum. Men Xudoybergenova Gulay. Mening loyiham Biomatch platformasi, ya'ni hozirgi vaqtda ko'pchilik yoshlar biologik xatarlarni anglamasdan faqat his-tuyg'ularga urg'u berib, yaqin qarindoshlari bilan oila qurmoqda va shuning natijasida har xil irsiy kasalliklardagi bolalar va nogiron bolalar tug'ilmoqda. Biomatch platformasi shularning oldini olishga yordam beradi. Ya'ni platforma qanday ishlaydi? Oila qurmoqchi bo'lgan juftliklar laboratoriyaga borib, denga va so'lak orqali va qon orqali analiz topshiradi va analizda olingan ma'lumotlar platformaga joylanadi. Platforma esa bizga ularning genetikasi bir-biriga to'g'ri kelishi yoki to'g'ri kelmasligi, kelajakdagi farzandlari sog'lom yoki nosog'lom tug'ilishi haqidagi ma'lumotlarni foiz ko'rsatkichda chiqarib beradi. Ya'ni tahlillarni yuklaymiz, ayol tahlilini yuklaymiz va erkak tahlilini yuklaymiz. Platforma esa tahlilni bosgandan keyin platforma ularning moslik darajasini chiqarib beradi. Ya'ni bular 47% bir-biriga mos. Ya'ni genetik moslik, immun muvofiqlik va reproduktiv mosligini foiz ko'rsatkichda chiqarib beradi va ayol sog'lig'i va erkak sog'lig'ini ham chiqarib beradi va pastida tavsiyalar keltirib beradi. Ya'ni ularning genetikasi bir-biriga to'g'ri kelishi yoki to'g'ri kelmasligiga qarab sun'iy intellekt orqali tavsiyalar beradi va kelajakdagi farzandlari sog'lom tug'ilishi yoki nosog'lom tug'ilishi haqidagi ma'lumotlarni ham keltirib chiqarib beradi.